Assalomu alaykum. Tuzumsizlar aka ko'rolmi qizlari charchayapsizlarmi? Bizda yana o'sha tema. Mana shu quyonim yana shu dardi kelmayapti, tug'olmayapti. Mana inini ko'rsanglar bo'ladi. Qarang, o'zi chiqib ketadi iniga. Hoppa, ketdi. Bismillah. Mana. Ko'rdingizmi? Joylarini qilib qo'ygan, yunglarini yurgan, hamma narsa tayyor. Faqat shu dardi kelmayapti-da mashina. Oypopi uni. Hozir endi bunga xudo xolasa mana oksidatsion qilamiz. Oksidatsion qilamiz. Bitta ampulasida mana ochib ko'rsataman sizlarga. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni ko'ryapsiz, mana g'amlab olib kelib qo'yganman borib. Mana bunaqa bitta ampulada 1 gram bo'ladi. Bu quyonni vesi o'rtacha 3 kilodan oshiqroq ves. Bunga mana shu 0.5, ya'ni yarim gram qilamiz. Mana shu 2 gramlik shpritsda hozir tortib olib qo'lini qilaman. Tug'diraman, o'shani sizlar bilan birga qilamiz. Tomosha qilib turinglar. Hop, ma'lumot o'rnida ko'rsatib ketaman. Bu bilmaganlar uchun ukol qilamiz. Hop, ukol sonidan qanaqa qiladi deganda, quyonni ushlaysiz. Mana shunday turgan holatida chap qo'lingiz bilan sonini ushlasangiz, mana shu sonini ushlaganingizda, mana shu o'rtasida yumshog'i bo'ladi, yumshoq go'shi. O'sha yumshoq go'shiga ninani где-то 1 sm atrofida tiqib, ukolni qilaverasiz. Bismillah. Mana bu xolos bunga dardini keltiradigan ukolini qilib qo'ydik. Hozir уже sразу dardi keladi, tug'adi inshaalloh. Allohning fazli bilan. Hozir ko'rsataman. Ukolini qilib oldim mana. Hozir xudo xolasa 1-2 minut nari bersa dardi keladi. Mana dardi kelyapti. Tug'yapti. Jonor qiynalib ketuvdi. Dardi kelolmay. Bu ma'lumot uchun quyoningiz 33 kunligi o'tgandan keyin ukol qilasiz. Dardi kelavermadi. Buniki 33 kunligi o'tgan. Afsuski mana birinchi bolasi hozircha o'lik tug'ildi. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lib turadi. Mana yaxshi rivojlanmagan bolasi. Mana keyingi bolasi ham tug'ildi. Yo'ldoshini tozalayapti hozirda o'zi. Bu ham qimirlamayapti, menimcha o'lik bo'lsa kerak. Mana keyingisi. Ko'ryapsizmi? Tozalayapti. Kindigini uzdi. Bunisi tirik mana. Bular yaxshi rivojlangan. Mana bu yaxshi rivojlanmay qolgan. Imanta ham hozir bitta rivojlanmagan tug'di yana bitta. Mana ovozini eshityapsizmi mana bolasi? Tegidi. Mana rivojlanmagan ikkita hozircha. Bunaqa holat menda birinchi marta bo'lishi mana. Hali bunaqa chala tug'magan bolalarni. Hozirgi ikkita chala tug'ilgan quyonni yetmasak, qolgani yaxshi hozircha mana. Hamma bolalari sog'lom tushyapti. Shu ukolni qilganingizda обязательно tepasida qarab turing. Mana shunga o'xshagan har xil vaziyatlar bo'ladi. Shunda olib tashlashingiz kerak tagidan. Bolalarini tozalayapti. Keyin oyog'ini olib tur, bunday qil. Mana. Yana dardi kelyapti.
Hozirdagi bolasi emas, u yo'ldoshini yeyapti. Ya'ni kindigini. Bokalar mana quyonimiz eson-omon tug'ib oldi, Allohning izni bilan. Mana tug'ib, o'sha mana bolasini emizyapti, mana ko'ryapsizmi? Bolasi emyapti mana. Tegidi. Emishyapti. Bu hozir bolalarni qonini to'ydiradi. Keyin bu yoqqa o'tib, o'zi yotadi, dam oladi. Allohning ishlari hammasi. Bo'lmasa shularni qattan aqli yetadi shu narsaga. Mana bu quyonim yo'ldoshiga o'ralib qolibdi, azgina havo yetmayotgan ekan. Hozir shuni to'g'rilaymiz. Mana. Inshaalloh Alloh fazli bilan mana tiriltirdik. Alloh ruhini berdi, qaytaraman, tirilib ketdi. O'lik bo'lib yotibdi hozir. Mana yana bittasi bor ekan. Mana qimirlamayapti. Hozir inshaalloh uni o'ziga keltiramiz. Ko'rdinglarmi? Mana shunaqa vaziyatlar ham bo'lib turadi-da. O'shaning uchun hushyor bo'lib qarab turish kerak bunga. O'zi tug'adi deb qo'yib qo'yish kerak emas. Tiqilib dimiqib qolgan yo'ldoshida. Inshaalloh bu ham yaxshi bo'lib ketadi. O'ziga keldi mana. Bu ham yaxshi. Hamnaqa kerak emas musullarni olib tashlaymiz. Mana. Tozalab qo'yamiz. Mana. Quyonim yo 6 ta yoki 7 ta tug'ibdi. 7 ta tug'ibdi. Mana dalmatin. Bokalar bizani kuzatishda davom eting. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab olsangiz, inshaalloh shunaqa videolarni chiqarishda davom etamiz. Kimda qanaqa savol bo'lsa, iltimos Instagramdan yozmanglar, Telegramdan yozinglar. Profilga silkalarni qo'yib qo'yganman. O'sha yerdan yozsanglar, qo'ldan kelgancha javoblarni beramiz. Qo'ldan kelgancha o'rgatamiz. Bu videoni quyonga qiziqadigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Eko Krol bo'ldi.